Mana shu filtrni istoriyaga qo'ygandan keyin ikkita uchta odam yozdi. Nega bu filtr boshqacha? Narxini so'rab yozishdi. Nima farqi bor oddiy filtr bilan? Oddiy filtr bilan buni farqi mikronida bo'ladi. 80-90 mikronli filtr bu. Rezva sifatida proxodimiz yaxshi, xudo xolisi suv o'tayotganda qiynalib qolmaydi. Okey, eng plyus tarafi, eng yaxshi tarafi buni ichidagi kartriji monogarazli bo'ladi. Musor pastga yig'iladi, suv bu tarafdan keladi, pastga tushadi. Musor pastga yig'iladi-da, bu tarafdan suv chiqib ketadi. Buni ichidagi kartrijini alishtirib o'tirilmaydi. Tagidagi kranni ochib, musor pastga tushib ketgandan keyin yana qaytarib yo'q qo'ysa bo'ladi. Oddiy filtrga 80 ming, 100 ming kartrijiga to'g'riroq ishlatib yurgandan ko'ra, ozgina qimmatroq mana shu filtr olib qo'yilsa, xudo xolisi yaxshi bo'ladi.